Hop, meni rosa qiynayotgan siz yoningizga ketish qilayotganim, duo qiling, tezroq ishimiz hal bo'lsin. Inshaalloh Allohim eng xayrlisini, eng barakalisini osonlik bilan, yengillik bilan yetkazsin. Inshaalloh diydor ko'rish nasib qilsa, men sizni tanidim. Turkiyadagi bemorimizning onasi bo'lasiz. Davolash muolajalari, dorilarni yozib bergan edim. Natijalari juda ham yaxshi degan umiddaman. Xudo xolasa ko'rishamiz. Qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti bolangizdagi holati bo'yicha inshaalloh yozib qo'ysangiz, odzivlarni olib, natijalarni olib ko'rib juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Bular Turkiyadan atiylar shu uchun kelishgan edi. O'z bemorlarimiz Amerikadan, Germaniyadan, Shvetsiyadan kelishadi. Alhamdulillah, Abu Dabilardan, qancha mamlakatlarimiz, O'zbekiston, O'rta Osiyodan tashqari boshqa davlatlardan ham kelishadi. Ishonch bilan kelib, natijalarga chiqishyapti. Alhamdulillah, kutaman.